Assalomu alaykum, hurmatli va qadrdon kitobxonlar. Sog'u salomatmisizlar? Bugun sizlar bilan yana uchrashdik. Bugun yana Imom Hasan, Imom Husayn kitobimizni davomini o'qiymiz. Yigirma 29-betga keldik. Ilohiy farmon. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Ana o'sha Alloh iymon keltirib, solih amallarni qilgan bandalariga berayotgan xushxabardir. Men sizdan bu uchun ajr emas, faqat qarindoshlik mehrinigina so'rayman deb ayt. Kim yaxshilik qilsa, biz unga o'sha ishida yaxshilikni ziyoda qilurmiz. Albatta, Alloh o'ta mag'firatli, o'ta shukr qilguvchi zotdir. Bu oyatda karimada zikr qilingan al-qurba, yaqinlikka doir ba'zi olimlarning fikriga ko'ra, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan qarindoshlikdir. U zotning yaqin qarindoshlari Ali, Fatima, Hasan, Husayn radhiyallohu anhulardir. Ba'zi olimlarga ko'ra esa bu qarindoshlikka Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarindosh bo'lgan Qurayshliklar ham kiradi. Bir hadisi sharifda marhamat qilinadi. Shubhasizki, men yaqinda da'vat qilinib, buni qabul qilaman, ya'ni vafot etaman. Sizga ikki og'ir omonat qoldiraman. Allohning kitobi va mening qarindoshlarimdir. Allohning kitobi ko'kdan yerga tushgan ilohiy ipdir. Qarindoshlarim ahli baytimdir. Har narsadan xabardor bo'lgan Alloh menga xabar berdiki, bu ikki omonat mening havzamga kelguniga qadar bir-biridan ayrilmayajakdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ahli baytini sevish ummat zimmasiga mana shu muborak hadis bilan sunnat bo'ldi. Jannat havuzidan suv ichishni istagan mu'minlar bu so'lmas chechaklarni eng go'zal abadiyat arg'umoni sifatida ko'ksilariga bosadilar va jonlaridan da ustun qo'yadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga muhabbat qo'ygan kimsalar u zotning sevganlarini ham sevishi kerak. Bu ilohiy ishq bilan to'lib toshgan qalblar abadiy tirik qoladilar va jannatning rohat baxsh soyalarida rohatlanadilar. Kimlar ahli bayt? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radilar. Ey Allohning rasuli, bu oyati karimadagi qurba, yaqinlik kalimasi orqali zimmamizga sevgisi vojib bo'lgan kimlar? Koinotning sarvari shunday javob qildilar. Ali, Fatima va farzandlari. Ahli bayt kimligini shaxsan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ro'yxatdan bilish mumkin. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fatima onamizning uyida edilar. Bilim quyoshi Hazrati Ali radhiyallohu anhu biroz oldin ozroq go'sht olib kelgan bo'lib, go'sht pishirilgan, ammo hali o'rtaga qo'yib yilmagan edi. Shunda Fatima Zahra radhiyallohu anha pishirgan go'shtini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga qo'ydilar. Aziz otajonim, lutfan marhamat qiling, hammamiz birga yeylik. Allohning rasuli tabassum qildilar. Xo'p, ko'zimning nuri, qizim. Beshalasi bir dasturxon atrofida jamlandilar. Bu beshlik kimlar edi? Avvalo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari, Fatima radhiyallohu anha, Hazrati Ali, Hazrati Hasan, Hazrati Husayn radhiyallohu anhular edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qizlari Fatimaning o'ng yonlariga, Ali radhiyallohu anhuni chap taraflariga o'tkazdilar. Hazrati Hasan va Husaynlarni esa quchoqlariga olganlaridan keyin bu muborak jamoatni yopinchiqlariga o'radilar. Bu shunday bir lahza, shunday bir ilohiy manzara ediki, hech bir rassom bu ilohiy lavhadan ortiq biror rang, biror chizgi, hatto xayoliy tasvirni ham aqliga sig'dira olmaydi. Allohning habibi, oxir zamon payg'ambari shu onda muborak qo'llarini ilohiy olamlarga ko'tarib shunday duo qildilar.
ey Robbi rahimim, bular mening ahli baytim, yaqinlarim va xos kishilarimdir. Bularni sening noroziligingga sabab bo'ladigan yomonlik, gunoh, shak shubhalar, jamiki yomonliklar, shayton yo'liga adashishdan o'zing asra. Yomon xulqdan, yashirin va oshkora ayblardan butunlay xoli qil.